Hi everyone, welcome to Thai Language Training Center, New Concept English Video Classroom, and I'm Oblajan. And today we will learn lesson 25, Mrs. Smith's Kitchen. Assalamu alaikum, sağdaşlı yaxşımsızlar. Şu gayet terbiyeləş mərkəzimizdəki sizlər sanslı keyrinlərini qarşılayırıq. Hem de bugün 25-dəriz Smith xanımның aşxanası kitchen degan darsligimiz. Anatta mush beshida shu bizningki bugungi darsimizga munosabatli bo'lgan bir necha yangi so'zlar bor. Shu yangi so'zlarni o'rgangandan keyin endi tekst kelsak. All right. Anda shu Mrs. Smith's Kitchen degandagi birinchi so'z nima desanglar? Kitchen. Mana aytib o'qibaqinglar. Kitchen. Okay, kitchen. Amna meri T mana belgivani nima o'qildi desanglar? O'qiladi. Buni qo'shib o'qsak nima bo'ldi desanglar? Kitchen. Okay, kitchen. Kitchen. As bu resimlar qarab bag'aylar, bular nima desanglar? Kitchen. Okay, this is also kitchen. All right. Kitchen. Amsala bag'lar masalan men bo'lsam oshxonada. Okay, men bo'lsam oshxonada. I am in the kitchen. Endi bu yerga oshxona deganimiz sog'lash nima desanglar? Bizning uydagi, masalan, uyanglardagi tamoq etadigan uyni odatda nima deymiz? Kitchen deymiz. Onun degan endi sirtga masalan tamoq yeydigan oshxonalarni inglizcha nima deymiz? Desanglar, restaurant. Okay, restaurant. Endi restaurant deganimiz Uyg'ur tiliga kirgan so'z go, endi restoran deb qo'yamiz. Amaliyotda tamoqxona. Ne? Restaurant deymiz, restaurant. Endi yana bir jumla qarab baqinglar. Spoons are not in the kitchen. And the qo'shiqlar nada emas, oshxonada emas deydi. Demak, endi shu BP-ning keyingi natni qataversak, inkor bo'ladi. And the spoons are not in the kitchen. Okay, kitchen degan nima ekan bolalar? Oshxona. Va kitchen bilan chicken aralashtirib olmayacak bola. Chicken, kitchen deb tushunami? Kitchen deganimiz oshxona, chicken deganimizcha. Chicken deganimiz to'g'ri go'shi. Okay, to'g'ri go'shi. Kitchen. And I want to show you this kitchen. Sizga bu oshxonani ko'rsatganman. And I want to mening qanday qiyig'im bor. Ma'lum bir ishni qiyig'im bor. Show ko'rsatmak. You sizga this bu kitchen. And sizga bu oshxonani qanday qiyig'im bor ko'rsatgan bor. Okay, and the keyingisi refrigerator. Okay, refrigerator. And a refrigerator deganimiz bir qadar uzun so'z nima? Bu nima desanglar? What is this? This is a refrigerator. Okay. What about this? This is also a refrigerator. Yana birisi bo'lsin, yana nima desanglar? To'nglatqu. To'nglatqu degan nima desanglar? Refrigerator. Refrigerator. All right. Amsa mana qarab baqsak bir jumla bor ekan, nima? There is an egg in the refrigerator. And the to'nglatquda bir dona tuxum bor deydi. And there is deganimiz nima desanglar bo'lsa. There is an egg, bir tuxum bor. Nara in the refrigerator. Onun destir sağolashda yana nima deymiz desanglar freezer. To'nglatquni qisqartib freezer. Okay, mana nima? To'nglat qo'yish, tamam? Okay, yoki nima desanglar fridge. Fridge. Yana birga ice box deb qo'yadi. Ice degan muz degan gap emasmi? Ice cream degan ice shu, Ice box. Box degan eshik bor, B O X. Ice box deb. Ingliz tilida. Qisqart freezer, fridge. Yana nima deymiz? Refrigerator. Refrigerator. Ajab bolalarning og'ziga kelmaydi. Bir agishib o'qiydilar. Refrigerator. 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 Okay, refrigerator, freezer. Yeah, get about fridge. Okay, next one is cooker. All right, cooker. Ajib bola masalan cooker qatsa cook degan tamoq etmak shunami? ER degan odamni ko'rsatadi. Cooker degan oshpaz deb tushunoladi-chi. Amaliyotda oshpaz degan nima deymiz? Cook deymiz. Shu C O O K cook. Ana bu yerga cooker deganimiz nima desanglar? Bumi bir tamoq etilgan narsa. O nima edi? Qaranglar. Okay, they are all cookers. Cooker. Okay, and the name ekan sog'lashlarimiz o'choq degan gap, o'choq. O'choq degan nima deymiz? Cooker. And the cook deganimiz tamoq etmak. And the cookning yana sim bo'lgandek ma'nosi nima desanglar? Oshpaz deb ma'nosi. Cook. Masalan, I am a cook.
Mesela he is a good cook. O basit time bir yaxshi. Nima aşpaz degandek. Amma cümle qarab boqinglar. Is your cooker gas or electric? Okay. Is your cooker gas or electric? And sizningki bu o'chqingiz gazliqmi yoki elektrlikmi? Or deganimiz yoki. And electric deganimiz elektronliq. Demakki to'qliq. Tushunami? Gas deganimiz-chi. Gas deganimiz hamda gazliq odatda shu tabiiy gaz iste'mol qilingan. Okay, and the king's name is clock. Okay, clock. And qaranglar, clock. Okay. And bu clock deganimiz nima desa? Ko'ringlar, what is this? Clock. 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 Another clock. 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 Okay, they are all clocks. And a clock deganimiz tom soatini odat nima deymiz? Clock deymiz. Ana qo'l soati degan nima bo'lganda bola? Nima bo'lganda? Alloh narsalarimiz deganda nima? Watch. Okay, watch. Masalan, olmaning soati bor-ku, Apple Watch. Okay, Apple Watch deb bo'lganda. Tushunami? Okay, keyingisi house. Okay, house. Okay, and the house deganimiz nima? Ko'ringlar, what is this? What is this? What is this? Hammasi nima desanglar? House. House. Demak, savollar bir qavatlik, ikki qavatlik o'ylanadi-da. Nima deymiz desanglar? House deymiz. House. Okay. And the house ning ichida nima bor desanglar? Room, tushunami? Uyning ichida endi nima? Room. Masalan, nima desanglar? This is a room. Also, this is also a room. Okay. Mana nima desanglar? A room. Okay. A room. Bu hammasi qanday ekan desanglar? A room. Uy, tushunami? Endi bu uylarning ichidagi yana ayrim-ayrim atsak nima? Bedroom. Bed deganimiz karvat, room deganimiz xona. Demakchi, karvat qo'yaqlab qo'y nima? Bizning armonlagan nima desanglar? Bedroom. Okay, bedroom deganimiz yotoq qo'y. Bizning yotoq qo'y nima deymiz? Bedroom deymiz, ha? Bedroom. Okay, they are all bedrooms, right? Bedroom. Okay, and the bedroom deganimiz nima? Yotoq qo'y. Okay, this is also a bedroom. Bedroom. Okay, and then nima desanglar? Dining room. Okay. And uyimizga dining room qanday yo'qsa, dining qaranglar, nima bor ekan buningda? Ustal bor ekan, o'rindiqlar bor ekan. Demak, endi bu bir tomoq yeydigan uyimiz shunami? Endi dining room degandan aniqlamiz nima desanglar? Oshxonasi deganda kitchen deydi shunami? Endi dining room degan shu tomoq yeydigan uy. Okay, tomoq yeydigan uy nima deymiz? Dining room. Okay, dining room. Okay, oshxona deganda kitchen. Manacha dining room. All right, what about this? Okay, and the living room. Yashaydigan uy, turadigan uymi? Living room. Qanaqaroq ekan savolda bu living room degan? Okay, albatta living room degan mehmonxona. Mehmonxonasi degan nima? Living room deymiz, ha? Okay, they are all living room. Okay, living room. And the bathroom. And the mana biz qilgan bedroom emasmi? Bath. Og'zinglarni cho'ngroq ochsizlar. Bath. Okay, bathroom. Okay. Ana bathroom degan nima bo'ldi? Bathroom deganimiz hamda munchisi. Bath degan amaliyotda vanna bor-ku, shuni bath deymiz, bolalar. Bath debchi. Bathroom degan shu muncha degan gap amaliyotda. Lekin hamda bu ko'chirmani payinlab hamda tozliq uyi. O'birni deb ishlatgan. Shu yerda nima? Bathroom. Okay, bathroom. Okay, they are also bathroom. Good. Bathroom. Okay, next one is garage. Okay, and uyimiz yana nima bo'ldi desanglar? Garage. Ana garage qanday desanglar? Garage. Look, bu mashina qo'ydigan uy. Demakchi, mashina sklad deymiz. Shu mashina qo'ydigan uyni nima deymiz? Garage deymiz. This is also garage. 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 Mana nima? Garage. Yaxshi. Bu garage deganimiz mashina qo'ydigan uy. Okay, next one is cup. Cup. Okay. Cup deganimiz nima bo'ldi? Stakan. Mushunga o'xshash choy ichadigan, qahva ichadigan stakanlarni odat nima deymiz? Cup deymiz, ha? All right, cup. Cup. All right, next one is bottle.
Okay. Ana bottle. Bottle deganimizdan Uyg'urchaning bag'i botolka deb, inglizchadan kirgan so'z. Bu nima bo'ldi? A bottle. Okay. Botolka. Botolka. Shunami? Bottle deganimiz nima deymiz? Shisha yoki botolka nima deymiz? A bottle deymiz, bottle. Okay, and next one is a washing machine. Okay, washing deganimiz nima? Yumaq, yuvish. Machine degan mashina. Washing machine deganimiz nima? Yuvish mashinasi. Shu kralg'i deymiz, shunami? Kralg'i nima deymiz? Washing machine. Wash degan yumaq, washing degan yuvish mashinasi. Washing machine. Okay. Aniqda bugungi darsimizdan tekstiga keldik savolashlar. Bugungi darsimiz Mrs. Kitchen. Xo'sh, hamsa qisqagina kartondan keyin o'sha tekstimizga kelaylik. Mrs. Smith's kitchen is small. There is a refrigerator in the kitchen. The refrigerator is white. It is on the right. There is an electric cooker in the kitchen. The cooker is blue. It is on the left. There is a table in the middle of the room. There is a bottle on the table. The bottle is empty. There is a cup on the table too. The cup is clean. Okay, hamsa arkadaşlar, hamsa bu tekstimizni tushundigan vaqtda bo'lsa, qo'llaniladi bir tal shu kitobing bo'lsa, kitobdagi tekstga intayin muhim nuqtalar bor. Shu nuqtalarni tagiga sizib, atrofiga yozib olgan muhim ishlar bor. Shunga bo'lsa, kitobni yanada ayirmalar. Kitob yanalam qanday intayin muhim. Kitob yanalam muhim. Shunga kitobga bo'lsa bir narsani yozinglar. O kitobni yip-yan saqlagandan qanday desanlar ahamiyati yo'q. Bo'lsa mayna top ketsin, bo'lsa jitilib ketsin, choplansin. Shunda bo'lsa qanday desanlar keyinchalik ko'ngilga keladi. Bo'lmasa yip-yan kitobni hech qanday odamdan qanday desanlar, balki o'rganib bo'lgan odamdan ko'rsa, ya'ni nima desanlar, hech qanday bir aslamalar qolmaydi-ku. Sizlar shu narsani kitobini yozib maqsanlar, muhim narsalar. Voy, aslimanda vaqtmanda bo'lgan deb qanday desanlar, sizlarga shu bir aslama olib keladi. Sizlarning asli shu mazmunni eski elishingizga keyincha intayin zo'r yordam bo'ladi. Bo'lsa yozibmaylar, kitobni yozsanlar hech qisi yo'q. Satop qasi hech qisi yo'q. Bara qana qildilar desanlar, tuzdiradi. Ammo hammamiz o'zingni yozgan xato emasmi? Menimcha o'zingni yozgan, o'zingni qilgan ishdan hamda qanday desanlar, unda nima qilishni aytdi. Haqiqatan satosim nima bo'pti? Yozsanglar bo'ldi emasmi? Chunki o'zingni yozganingda ham buni boshqa yozib hamda. Boshqalarga o'qitib qo'ymang. O'zingni o'qiyanligidek yozsanglar shu kifoya. Shunga shu kitob yanangda bo'lsin, shu tekstimizga muhim nuqtalar va shularni qanday qilmaymiz desanlar